hozir chaqirmagan klon kirib keldi. O klonning ismi Isabella. Bu bizani hayron qoldirgan narsa, Isabellaning qo'lida Chikoni ayiqchasi ham bor edi. Keyin esa biz mana shu ayiqchani olishga juda ham qattiq harakat qildik. Lekin Isabella bizga umuman u ayiqchani bermasdan Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Isabellani tutish uchun tuzoq yasadik. Va shu paytda podoldan Goblinni topib oldik. Va Goblin esa bizga hamma klonlar qo'rqadigan qizil boshchanoqni berdi. Va biz tuzoqqa tushmagan Isabellani shu boshchanoq yordamida qiynadik. Va keyin esa endi hammasi joyiga tushdi deganimizda bizning tuzog'imizga umuman yangi klon tushib qoldi. Va bu klon kim? Qanaqadir qo'llik bo'ldi. Darknet 6-qism. Klonlarning boshlig'ining o'g'li Pumba. Kim bu Maqsud? Shunda bizga birdaniga ikkita klon hujum qilyaptimi? Qara, hozir bu ikkita klon emas. Birinchisi Goblin, Podol deydi. Keyin mana bu qiz klon. Yig'lab biling, balkim hozir uydadir, balkim tashqarida. Chunki hali svet